Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Sirdaryo hududiy filialida xodimlar o'rtasida gazetxonlik madaniyatini oshirish bo'yicha ochiq muloqot o'tkazildi. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Sirdaryo hududiy filialida gazetxonlik madaniyatini oshirish masalasiga bag'ishlangan ochiq muloqot o'tkazildi. Tadbir davomida xodimlar bilan savol-javoblar hamda so'rovnomalar tashkil etildi. Jarayon davomida ayrim ishtirokchilar faol qatnashib, o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tishdi. Shu bilan birga ba'zi xodimlarning javoblari qoniqarli darajada emasligi kuzatildi. Shunga qaramay, ular ham Yangi Sirdaryo gazetasining nufuzini va sifatini yanada oshirish bo'yicha turli takliflar berishdi. Mazkur ochiq muloqot xodimlar o'rtasida gazetxonlik madaniyatini kuchaytirish, matbuotdan samarali foydalanish va ommaviy axborot vositalarining jamiyat hayotidagi o'rnini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi. Bugun hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Sirdaryo hududiy filialida Yangi Sirdaryo gazetasi muharrirlari ishtirokida va filial xodimlari ishtirokida ochiq muloqot o'tkazildi. Ochiq muloqotda Yangi Sirdaryo gazetasi faoliyati, olib borilayotgan ishlari, yangiliklar haqida ma'lumot berib o'tildi. Yana qo'shimcha Yangi Sirdaryo gazetasi faoliyatini oshirish bo'yicha o'zlarining takliflarini berib o'tishdi. Umumiy qilib olganda Yangi Sirdaryo gazetasi ish faoliyatini faol, qiziqarli va siyosiy ma'lumotlarga boy qilib olib borilyapti. Biz gazetxonlar bundan mamnunmiz.